Ayrim erkaklar jinsiy aloqa qilganda 2 marta, 3 marta, hatto 4 martalab jinsiy aloqa qildim deb maqtanib qolishadi. Ayrimlar esa bor yo'g'i 1 marta, u ham haftada 1 marta bo'lishi mumkin, oyda 1 marta bo'lishi mumkin. Demak, hozir bu videomizni oxirigacha ko'rsangiz, birdaniga 3-4 marta jinsiy aloqa qilish sirini yoritib o'tamiz. 3-4 marta jinsiy aloqa qilish deganda asosan jinsiy aloqadan so'ng dam olish period bo'ladi. Ya'ni bu periodni refraktor davr deyiladi. Ya'ni bu davrda organizm dam oladi va keyingi jinsiy aloqaga jinsiy olat tarang ravishda turadi. Kimlardadir bu refraktor davr juda uzoq bo'ladi, kimlardadir kamroq bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Kimlardir jinsiy aloqa qilgandan so'ng 5-10 minutda yoki sirasi jinsiy olati tarang turib aloqa davom etib ketadi. Yana keyingi ikkinchi, uchinchilariga, kimlardadir esa 1 soat, 2 soat yoki kerak bo'lsa sutkalab dam olish kerak bo'ladi keyingi jinsiy aloqa bo'lishi uchun. Demak, ketma-ket aloqa qilish uchun nimalarga e'tibor qilish kerak? Birinchi navbatda bu erkaklik gormoni testosteron miqdori maksimal baland bo'lishi kerak. Chunki testosteron miqdori birinchi, ikkinchi, uchinchi jinsiy aloqaga erkak kishining xohishini ta'minlab beradi. Bundan tashqari organizm jismonan chiniqqan bo'lishi kerak. Bu nima uchun kerak? Sababi olimlar aniqlashganki, agarda kim yengil atletika bilan shug'ullansa, organizmi jismonan chiniqqan bo'lsa, demak, ularda refraktor davr qisqaroq bo'ladi. Sababi har safar jismoniy mashq qilganingizda yurak qonni haydab pastki chanoq a'zolariga tushirib beradi. Agarda siz jismoniy mashqlar bilan doimiy shug'ullansangiz, har aloqadan keyin yurak yana o'zini vazifasini to'liq bajarib, ikkinchi, uchinchi jinsiy aloqa uchun ham taranglikni ta'minlab beradi. Bundan tashqari, ikkinchi, uchinchi marta jinsiy aloqa qilish uchun albatta bemorning ruhiy holati ham, ya'ni shunga javob berish kerak. Ko'pincha holatda agarda doimiy stress, asabiylik, muammolar bilan bo'lib yurgan bemorlarda bitta aloqadan so'ng ikkinchi, uchinchilariga umuman xohish bo'lmaydi. Buning nima ahamiyati bor? Psixologik jihatdan miya shunaqangi qabul qiladiki, shu bir marta aloqa qildim, qoniqdim, menga bo'ldi, boshqa kerak emas. Ya'ni nima deydi, oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi-ku. Shuning uchun ham, ya'ni bo'ldi, o'zimni oldimda-ku, ertaga ham bemalol aloqa qilib bilaman degan ong ostida fikr paydo bo'ladi. Ya'ni bu odamning ruhiyati bilan bog'liq hisoblanadi. Va bundan tashqari, aloqalarni 2-3 marta bo'lishi partnyorga ham bog'liq hisoblanadi. Ya'ni partnyoringiz qancha sizni ikkinchi, uchinchi aloqa uchun rag'batlantira olsa, demak, shu narsaga sizni unday olsa, demak, sizda jinsiy aloqa 2 marta, 3 martalab ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, albatta yuqorida aytib o'tganimizdek, testosteron miqdorini baland ushlash uchun jismoniy faoliyat, yengil atletika bilan shug'ullanishingizdan tashqari kardio nagruzkalarni ham qilish kerak. Sog'lom ovqatlanish kerak, ortiqcha vazn bo'lmasligi kerak, yurak kasalliklari, qon bosimi kasalliklarini to'g'rilash kerak va agarda semizlik bo'lsa, qandli diabet kasalligi bo'lsa, bu refraktor davrini uzoqlashtirib yuboradi. Demak, yuqorida aytib o'tganimizdek, sog'lom hayot tarzi olib borsangiz, organizmingizdagi testosteron miqdorini doimiy ravishda baland ushlab tursangiz va albatta partnyoringiz yaxshi sizga yoqadigan bo'lsa, ikkinchi, uchinchi jinsiy aloqaga doimo sizda kuch, energiya va xohish topiladi. Siz bilan urolog-androlog shifokor Javohir Allayorov bo'ldi. Agarda sizda yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, Telegram orqali murojaat etishingiz mumkin. Videoni tanishlarga tarqatib qo'ying, ularga ham foydali, manfaatli bo'ladi.